navbating keldi. Mayli, mendan keyingi yurib tursin. Yigitlar, intervyu oldidan kelishib olaylik. Bu yerda men legendaman. Intervyu davomida buni isbotlab ketaman. Birinchidan, zavod ochilgandan beri hali ham chiqayotgan va shuncha yillardan beri kuzovni deyarli o'zgartirmay saqlab kelayotgan bitta manman. Qolganlarni qarang va tanib bo'lmaydi. Men orada faqat ko'z oynangni almashtirdim, bo'ldi. Ikkinchidan, bizning mashinalardan qaysi biri vataniga va xalqiga menday xizmat qildi shu paytgacha? Tez yordam bo'ldim. Har xil organlarda xizmat qildim. Shuning uchun meni bo'lkanon deyshadi. Shaklim uchun emas, nondek qadrli bo'lganim uchun. Boeing samolyotini qo'yasiz, yoniga meni qo'yasiz. Ikkimizni ajratishingiz qiyin. Speedometr nimaga 100 gacha? Keyin qizil. Chunki undan oshsak uchib ketamiz. O'shanga cheklov bor. Hozir ko'p narsalarga cheklov bor. Qisqasi, yo'l tanlamas mashinaman. Ya'ni yo'l 3 palasali bo'lsa, 4-palasamni topib olib ketaveraman. Lekin banfirdagi ikkita sariq chiroqni nimaga qo'yishganini bilmayman. Ha, bu pavorotniklar. Qayrilmoqchi bo'lganingizda, chetga olib to'xtaganingizda, avariyaviy holatda yoki bo'lmasa uzr so'raganda, rahmat aytganda ko'p narsaga kerak. Nima? Labo. Ertaga ustaxonaga yozib qo'y. Ikkita keraksiz narsani olib tashaylik. Ha, aytgancha, u Labo qarindoshimiz. Tinmaydi, yuk tashigan. Umuman bizni avlod mehnatsevar avlod. Mana o'zim ham odam tashiyman, qo'y ham tashiyman, yuk ham tashiyman, yem xashak. Nima qilish kerak bo'lsa tanlamay qilaveraman. Ba'zi birovlarga o'xshab 4 ta odam o'tirgandan keyin o'tirib qolmayman. Orqa o'rindiqda ketayotganlar orqa rosa otadi deyshadi. Ha, endi tulpor bo'lgandan keyin otadi-da. Ha, aytgancha bitta muhim narsa. Meni minayotgan shopirlar uchun men javob bermayman. Fursatdan foydalanib shu yozuvlarni qilib bergan Togo Group Pro yigitlariga rahmat. Mayli, men sekin liniyaga qaytdim. Sizlarga ham rahmat.